Assalomu alaykum yurtdoshlar. Yusuf Moto kanalining podpischiklari, mana aka-uka bittada kelib Agri Globi 180 ming traktorimizdan xarid qilishdi aka-ukalar. Xudo xolasa mazza qilib barakali ishlasin, barakasini topsin. O'sha O'zbekistonda mashhur bo'lgan Agri Globi traktorimiz. Akalar, nima deysizlar mana traktor haqida? Bitta traktorga men bu Yusuf Moto kanalini YouTube'ga 3 yildan beri nima qilaman. Podpiskasini bosib, kuzatib. ha, Shu kuzatish mobaynida shuni kirib, yo'qtirib shu traktorda oldim. Men nasib bo'lsa ishlaymiz bo'ldi. Xudo xolasa mana podpischilarimiz. Rahmat aka. Bizlar bosdi. Mana shu aka-ukalar bosdi. Aka-ukalar Men bittada olaman dedim, yakka olaman dedim. Ukam ham yig'lavdi, olay. Uni ham bosibdi. ikkita bitta qilib olishdi. Xudo xolasa. 30 milliondan qilib olib ketishyapti. Boshqa traktorlarga nisbatan buni ancha-muncha farqlari bor akalar. Mana puliga ikki korpus, frezasi 24 ta pichoq bo'ladi, 126 santimetrlik. Bunda ham xuddi shunaqa narsa. Hisor tog'iga, Xitoy qishlog'iga. Ana Xitoyga Hisor tog'iga olib ketishyapti. Top tashlaydi, bunaqa joy. To'g'ri. Agar ishlash jarayonlaridan video qilib tashlab bersalaringiz, xudo xolasa, podpischilarimizga video qilib tashlab qo'yamiz. Hali bunaqasi bo'lmagan, aka-ukalar bittada ikkita xarid ketishyapti. Yig'laganingni YouTube'dan ko'rasan.